Alyom hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men F1 Minecraft. Bugun nolli graf serverida qisqacha video bo'ladi, lekin o'ziga yarasha foydalari ham bor sizlar uchun. Xo'sh, xullas, bugungi videoda nima qilamiz? Bugungi videoda kommentariyadagi talablarga binoan nolli grafda RTPda sovg'a qoldiramiz. Mana shu narsalar RTPga o'sha sandiq. Xullas, ma'lum bir koordinatalarga boraman va o'sha yerda sovg'a qoldiraman. Bu juda qisqa video bo'ladi. Ko'ring oxirigacha. Xo'sh, mana keldik bir joyga. Sandiqni mana shu airdropga o'xshatib mana lootdan solamiz. Bu normalniy kit bo'ladi. Hatto mana obsidian kristallagacha bor, bularni yig'guncha qancha airdroplarga bordim. Xo'sh, lootlarni taxlaymiz va oxirida koordinatalarni beraman. Kim kelsa birinchi bemalol olib ketishi mumkin kitni. Xo'sh, mana ular nega ikkita desanglar, mana bu ham bor. Endi bilmadim qaysini keslar. Qolganlarni o'zgaradi. Mana. To'xtayna. Hozir menga kuch damlamasam kerak. Pauza. Xo'sh, mana kuch damlamasini olib keldim. Mana bonusga mana bularga ba'zilarini grif qilish uchun narsa. Xo'sh do'stlar, mana qisqagina video bo'lsa ham talablarga binoan random teleport RTPga joy qoldirdik. Endi ko'ramiz. Video tugatishimdan oldin mana sovg'aning koordinatalari bemalol olib borishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang.